Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya dese de Hacı Rozi. Washington'dan sözdeyimiz. Bugünlerden Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti Jungo'ga qaratib, Jungo'dan import qilingan 200 milyard dollarlik tovar buyumlarga 10%'dan baj qo'ydiganligini e'lon qiladi dedi. Men de hazır torbetini açmadım, lekin bugün e'lon qildi. Jungo hükümeti ham bunun qattiq pozitsiya qo'llanib, Amerikaga eksport qilayotgan mallarni cheklash va Amerikaning mushu oyning oxiri, ya'ni 20-yil atrofi qayerda bo'lmasin, yoki Beijing yoki Washingtonda o'tkaziladigan Jungo Amerika savdo suhbatiga qatnashishni rad qilish to'g'risida o'ylashayotganligini o'ttirib qo'yishdi. Vaziyatning jiddiy holati ana shuga keldi. Bugun shu mazmunni yoki shu vaziyatni davr qilgan holda vatandoshlarga leksiya so'zlaymiz. Mavzu birinchi. Intayin qattiq. Prezident Trump Jungo'ga qattiq hujum qildi. Kuzpasillik hujumning talablari oshkor bo'ldi. Mavzuli xabar 9-oyning 14-kuni Shangang iqtisod gazetida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump Jungo bilan suhbat qurishni rad qilish bilan birga 200 milyard dollarlik tovar mallarga boj qo'yish masalasidan savol so'ralganda, ya'ni 200 milyard 670 milyon dollarlik tovar mallarga boj qo'yish bilan tahdid selib, haybi qilib qistab kelishi jamoat fikri so'rildi. Burunqi qiyoslarni yana o'ttirg'i chiqarib, Amerika taraf Jungo'ga kuzpasillik hujum qo'zg'aydi degan ko'z qarashga keltirdi. Amerika taraf Jungo'ga munda qattiq hujum qilib, zodi nimaga erishmoqchi? Savol qaltis qo'yilibdi. Amerika taraf Jungo'ga zodi shunda qattiq hujum qilib, zodi nimaga erishmoqchi? Aqsaroyning amaldorlari bugun buning yeb kuchini o'ttirg'i chiqardi. Bloomberg agentligi bundan burun xabar qilib, munda ko'rsatgan. Yoz bo'yi xatarlik ahvollarni boshdan kechirib va ogohlantirish berib, Prezident Trump hukumati ishchidagi qattiq qo'l arboblar allaqachon mutlaq ustunlikka erishdi. Ular hozir Jungo kuzpasillik hujum qo'zg'ashga tayyorlandi. Washington strategiya va xalqaro tadqiqot markazida Jungo masalasi bo'yicha tadqiqotchi Scott Kennedy PXM ilgirlab mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungo'ga qo'ygan talablarda qatlamli o'zgarish yuz berdi. Amerika taraf qattiq hujum boshladi. Maqsadi Jungo taraf Washingtonning talablarini qabul qilish kerak. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari talab qo'ydi, Jungo ham bu talablarni qabul qilishi kerak. Shunga Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bugun Jungo'ga kuzpasillik qattiq hujum qo'zg'adi. Amerika kuzpasillik hujum orqali majburlab Jungo'ni adabga keltirmoqchi. Undaqda Amerika tarafining yangi talablari zodi nima? Aqsaroy amaldorlarining so'zlaridan qaraganda ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Trump hukumati Jungo taraf Amerika tarafining ochiq shartlarini qabul qilishni umid qiladi. Ko'rib olishga bo'ladiki, Prezident Trump hukumati Jungo tarafining Amerika tarafining ochiq shartlarini qabul qilishini umid qiladi. Amerika ondan savdo urushini to'xtatdi. Diqqat qilishga arziydigan bir taraf shuki, bir oy burun o'tkazgan suhbatda
Amerika'nın Maliye Ministeri, bunun için Savdo Ministeri Wilbur Ross qatarlıqla o'ttirib qo'ygan halqalıq türlü Amerikadan pırçaq setib elishni, suyuqlandırılgan gaz setib elishni, ko'paytishni, shu orqali savdo qizil raqamini azaytishni kapolatga ega qilish edi. Lekin yaqinga kelganda Aqsaray amaldorlarining og'zidan chiqqan gaplarda ro'shan o'zgarish yuz berdi. Jungoning qurolmaliq o'zgarish hosil qilib, Amerika adolatsizlik deb qaragan savdo adolatsizligini tugatishni texmo ta'kidlaydigan bo'ldi. Buning ichida Aqsarayning bosh iqtisod maslahatchisi Larry Kudlow NBC muxbirining ziyoratini qabul qilganda Amerika tarafining Jungoga qo'ygan talablarini texmo ochiq oshkora o'ttirib qo'ydi. Birinchi, Amerika tarafining Jungo tarafga qo'ygan talablari birinchi, tamojni beja qo'ymaslik. Diqqat vatandosh, diqqat turan efendim. Birinchi, tamojni beja qo'ymaslik. İkinci, asli tamojni beja qo'yilmaydigan savdo qo'rg'onlari masalasi. Üçüncü, eksport savdosi bilan shug'ullanganligi uchun shirkatlarga qo'shimcha haq qo'shib bermaslik. To'rtinchi, iqlimlik huquqini o'g'irlashni to'xtatish. Beshinchi, chet el shirkatlarini texnik o'tinib berishga majburlashni to'xtatish. Oltinchi, Amerikaliklar o'zlarining shirkatlariga o'zlari ega bo'lishga yo'l qo'yish. Bu yerda Amerika taraf nayt ro'shan signal tarqatdiki, Jungo taraf talablarni butunlay qabul qilmaydigan bo'lsa, Amerikaning talablarini butunlay qanoatlantirmaydigan bo'lsa, Prezident Trump hukumati qo'lini tortmaydi. Savdo urushidan qo'lini tortmaydi. Jungoga besim ishlatishdan qo'lini tortmaydi. Shart shuki, Jungo taraf Amerika tarafining shartlarini qabul qilish kerak. Diqqat vatandosh. Savdo urushini ham to'xtatmaydi, dedi. Amerikaning talablarida qatlamliq o'zgarish paydo bo'ldi. Aqsarayda qattiq qo'llaning jo'sh urib turgan shartlariga yarasha kun tartiblari bor. Jungo tarafning o'zining tagligi bor. Prezident Trumpning talablariga ma'qul demaydi. Masalan, Jungo amaldorlari ko'p qatim signal qo'yib berib, yadroliq texnika sohasini echishni qo'llash, davlatning taraqqiyot strategiyasiga tutashgan, hatto davlat bexatarlariga berib chetiladigan ishlar. Jungo taraf buni hargiz yo'l qo'ymaydi. Nima deydi? Yadroliq texnika sohasini echishni qo'llash Jungo hukumati davlatning taraqqiyot strategiyasiga tutashgan, hatto davlat bexatarligiga berib chetiladi. Jungo taraf buni hargiz yo'l qo'ymaydi. Buning uchun Amerika bilan Jungo qandoq elishidi? Ikki davlatning amaliy harakatiga qarasaqla hamma ish oshkora bo'ladi.